Aka, bu mashinani salonida olmasam bo'lmaydi. Korechniy salon. Videoda bilinyaptimi? Yaxshi oling va torpedalarning ustalari ham korechniy, sideniya ham korechniy. Mana shunisini o'zi ham pulda ko'tarib turadi mashinani. Vidiga vid qo'shib turadigan. Gas aytadi, bir detalda вторичка kras, 146 ming probeg, eki dizel, 16.500 dollarga Santa Fe TM. Akam, ekonomishniy dizel motor o'ta ekonomishniy bo'ladi. 16,5 ming dollarga sodalash yo'li bor. Bugun 7-aprel kuni chiqdi. Uzunzavodskoy diskalar, beskulchovoylar bor. Slipoy zona, elektriskiy, pamять sideniya qimmat qilib turadi mashinani. Plovshi sideniya ham. Mana bunday chiroyli korechniy salon, plovshi passajirskiy sideniya, alcantara, потолок, ручной электрический, автохолд, автостоп, драйв мод, avtomat, обдув подогрев сиденья, монитор, dozonli klimat kontrol, 49 ming probeg, полосу движательlari bor. Ichlarni, orqa sideniyalari va mana bunday podogrev va orqa shtorka qaralgan. Mana shularni qimmat qilib turadi aka. Santa Fe TM A, to есть TM va bu restyling stoplarda 16.500 ga.